Ayasi jonimga tegib ketding. Mashina minishni o'rgating deb. Agar bitta ishtirokka tushgan big'illatib o'zingga to'lataman. Jaqqa javob, o'zim to'layman. O'ting davay. O'tir. Sariq ayasi. To'xta, uni harom tormozni bos ayasi. Ana endi gay turgan bo'lsa, ikkovimizni ham shaqillatadi hozir. Dadasi buncha asabiylashtirganinizga mashina haydash esimdan chiqib ketyapti. Aytganimni qilib hayda ayasi bo'ldi. Oshiqcha yur. Vau. O chiroyli yigit. Yuring qora bayramda aylantirib kelaman. Iya, nima deyapsiz? Devshaxon sal uyaling. Mustahkamgina oilam bor, ayasi. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat. Boring yo'lingizdan qolmang. Xo'pmi? Voy, qancha bu nomeringizni bering. Qanaqa telefon nomeri, singlim? Biz 3 yildan beri baxtli oilamiz, ha? 1,5 yildan beri basmi dadasi? Qo'yor, yosh bola ekan, aldab qo'yapman. Aha. Va singlim, meni ko'nglimga buni qora bayriz bilan kirolmaysiz, tushundingizmi? Bizning mashinam chakan emas. 120 millionga olganmiz mashinamizni, ayasi. 82 million basmidi dadasi? Kreditlar bilan 120 million bo'lgan, qo'yor. Yo'q-e. Keyin bu mashinaga faqat 92 benzin qo'yaman, singlim. 80 basmidi dadasi? Hozirgi 80larni qo'ysam shaqir-chuqur qo'yaryapti, ayasi. Shunaqa. Pulingiz ko'p ekan-da unda. O, Devishkaxon, shuni bilib qo'ying. Lopimdan 12 yildan keyin chiqsangiz ham, men faqat vafodor oilamda deyman, tushundingizmi? Bir umr deng dadasi, bir umr. Rahmat, gaplashamiz. Bir umr ayasi, ko'rdingmi? Oldimdan 100 ta pari chiqsa ham senga umuman xiyonat qilmayman. Baxtimizga ko'z tegmasin. Sizga ishonaman dadasi. Hayda ayasi, rahmat.